videoda biz mutant endermenga aylanib yashab qolishimiz kerak. Maqsadimiz bo'lsa Minecraft olamida almas topish. Ya'ni ender mutantga aylangan holatda, ya'ni enderman mutant holatida bo'lsa kerak. Diamond topish juda ham qiyin bo'lsa kerak. Yonimdagi sakrayotgan kim desizlar, xo'p bo'ladi. Yo, barchaga salom olsun. Sizlar bilan men o'sha xoyibchi bolalar. Davomli sizlar ko'zingizga birinchi navbatda shu tashlangan bo'lishi mumkin. Bu nima? Sizlar bo'la bu endermenni qo'li bo'ladi. Agar biz o'tirib mana bunday qilsak, biz teleportatsiya qila olamiz do'stlar. Sizlar bu video boshlanishidan oldin hozirroq videoga like va kanalga obuna bo'lish, sizlardan chiqmasin bo'ldi. Biz bunaqa videolarni sonini va sifatini oshirishimiz uchun sizlardan atiga bitta dona like ketadi. Xo'p, bo'lmasam biz asli survivalimizni boshlaymiz, ha? Xo'p. Yo'qda buzilgan uycha bor ekan. Eshikni oching diyor, ha? Ana ochib sunduqda. Unda bo'lgan ekan. Abed, akaratika bilan o'rdak go'shi. O, hammer, bolta. Yana qanaqadir ovqatlar bor ekan. Xo'p, o'zingiz sanam. Qani? Bandage degan ovqat bor ekan. Qo'limda menga afsuski ko'rinmas ekan, lekin qanaqadir bolta berdi bizga. Bolta bilan balkim baliqlarni o'ldira olamiz. Qan suvga tushsak jonimiz ketar ekan, xo'p. Ketmas ekan. Ha, bizda anaqa bor, ananasli manaqa. Odatda endermenlarning joni ketardi. O, baliqchalar urib mazasini qo'chirsak bo'lardi. Ala. Nima ho? Yo'q, yana bitta kutubxonaga o'xshagan qishloqlarda uy bor ekan. Kichkina bitta dona, kulbacha. Yo'q, keling, orqangizdan. Nima bor ekan? Oldin keling. Okay, bola teleport qilib, вообще zo'rku. Bularni zaxiraga solib qo'ysagan bo'ladi, tak. Anaqa blokli barrellarda hech narsa yo'q ekan. Freeze! Ha? Menga qarang, menga qarang. Qarab turing, menga qarang. Hop. Nima qilibsan? Qaysi bilan qilding? Oddiy shiftsiz bitta bosar ekansiz o'ng tarafda. Qo'ysa bo'ladimi yana? Manda qo'ysa bo'ladimi? Manda bo'lmayapti. Mishkan o'ng tarafini bosing. Bosyapti. Qo'lingizda anaqa pushti narsami? Yo'q. Voy! Ana. Voy bola, qaranglar, hozir men nima qilyapman? Blokni olib, mana bunday otib yuborsam ham bo'ladi. Super qobiliyat bor ekan. Biz buni yordamida bemalol uylar qurib tashlasak bo'ladi. Qaranglar bola, вообще zo'r narsa-ku bu. O, yaxshi. Okay. Bir-birimizga otib ko'raylik-chi. Bizga bu nima yordam beradi? O'zi o'ylab bo'ldilar. Biz agar mining qilishga tushsak, bemalol mana buni olib, bemalol bunday otib, yana qazib ketarsak bo'ladi. Buni sizlar video davomida ko'rasizlar. Shuning uchun bolalar, hozirroq like bosib qo'yinglar. Qayana aytgancha bolalar, xo'pga o'xshab sizlar meni videolarimni tushishni xohlasanglar, hozirroq kommentariy orqali Telegram kanalimga o'tib, Telegramdan Discord komandamizga qo'shilinglar bolalar. Shunaqa videolar ko'p chiqaramiz, chunki endi yoz, 3 oylik kanikul keldi. Bu degani maktab yo'q, mazza qilib videolar olib, shunchaki bekorchilik qilsangiz bo'ladi. Sizlar 3 oylik kanikulda nima qilmoqchisizlar? Albatta kommentariyaga yozib ketinglar bolalar. Iho. Senga otdim qara. Yo bolalar, otma. O'lib qolaman hozir. Deysizmi? Nima deysan? Aptechka bor ekan. Bandage degan. Qansiz? Ketdik короче betlardan. Cho'chqalar g'alati ovoz chiqardi. Hozir biz nimalar qilsak bo'ladi? Hozirda biz manaqa kichkina kulbachalar topib, ularda bor narsani shimirib ketib, o'zimizga bir bola, ya'ni topor yasaymiz. Endi Ice X mi shunaqa degan narsa bor. Meng, yo'ling. O'zimda ham bor ekan. Vo, jonimiz вообще ko'payib ketdi. Qaysi? Xo'p, bolalar, kechqurun tushdi. Bu degani biz juda ham kuchayib ketdik.
Bo'ldi, agar sizlar shu videoga atiga 500 dona like bersalar, biz keyingi videoda yoki mutant creeper hayotini yashaymiz yoki mutant zombi qaysi birini hayoti sizlarga qiziqroq bo'ldi, albatta kommentariyaga yozib ketinglar. Biz Xo'p bilan albatta sizlarga bu videoni chiqaramiz. To'g'rimi Xo'p? Hozirda biz zombichalar masalasini qochiramiz. Bo'ldi, keyin bu yerda g'alati zombilar ham bor. Ular bizga mana shunaqa to'satdan hujum qilib qolishi mumkin. O'ldirib. Xo'p, yordam. La olsa bo'lamdi ko'tarib. Urib bo'lmayapti. Menda hammer bor. Ko'tarib o'tib bo'lmaydi. O'lamoz. O yaxshi bo'ldi. Ko'rganinglarda men shu hammercha bilan bittadan manzarasini qo'chib turishadi. Hammercha? Da, hammercha va boltacha. Biz? Nima? Maysi to'rtta qo'lingiz bor? 4 ta qo'lim bor. 2 ta to'poy. To'rtta ko'rinyapti endi. Bilmadim. O'laman. Qoch. To'poy qildik shunchaki. O yaxshi. O'xdi, skeletcha bizga sakrayapti. Biz nima topganimni ko'rsataymi? Nima topolmay. Qaydasiz, qaysi tarafdasiz? Mana shu bloklarni olib, zombilarga o'tsak-chi. Qarang. Voy, jon olar ekan, yaxshi. Qaranglar bo'ldi, taktikamni qarang. Qarang. Blokchadan olasizlar. Zombichalarga suqasizlar. Nima? Oz. Meng. Nomini ko'ring, narsa tashaman. Hozir ko'raman. Nima tashabdi bolalar? O, vodka-ku. Bolalar, endi bizda vodkacha ham bor. Bolalar, har xilcha moblar juda ham ko'p ekan. Juda ko'p ekan. Tak, shunchaki yoqdan bu yoqqa qochamiz. Xo'p, biz almas topishimiz kerak. Asta pastga tushamiz, nima deysan? What the fuck? Pastga tushishni tavsiya qilmayman lekin. Oh, what the. Hozir nima qilsak bo'ladi? Pastga tushamiz, menda ketka bor. Xo'p, nima kallang qiyshiqsan, a? Sizga ham qiyshiq. Menda lekin o'zimga to'g'ri ko'rsatdi. Menda ham to'g'ri ko'rinyapti. Orqamizda bitta sutcha qo'ylyapti. Bitta suqasizlar. Yo'q, bunaqa emas. Mana bunaqa dedim. Mana bunaqa. Xo'p, aqlda ishlatsang tez o'ldirar ekansan bu monsterchani. Ko'rdinglarmi bolalar, ko'rdinglarmi? Buni prosta IQ deydi. Tez. Qiynalmayapman. Xo'p, yordam beraveraman hozir. Xirabranglarmi? Namuncha ko'p bu monsterlar. Shift bosib. What the fuck bolalar, hozir men yana o'lib qolaman. Ikkita jonim qoldi chunki. Bitta zombi pastda sudralib yuribdi, badani yo'q. Ko'rdim. Badani yo'q edi, boyagi zombi. Oldimga keling, oldimga yuguring. Qanisan? Qanisiz? What the? Bitta qarang. Daraxt ustidagi samsa? Ha. O'li turishini qaranglar, xo'p. Bu yergacha boramas ekanman. Yo'q-a? Hozir borib oldik. Qalpaltaqa. Nima gap? Qo'rqib qo'ydingiz. Ha, qarang. Qo'ydim. Qarang. Bolalar, qaranglar, biz daraxtchalarning ustida turib olamiz va zombilarga mana shunaqa blokchalarni otib hujum qilib turamiz ertalab tushguncha. O'zi bizda night vision effekti bor, e'tibor bermaysizlar. Buni hammasi sizlar uchun. Bitta ham o'qim tegmayapti-da. O, yaxshi kimdir tekkizdi. Bolalar, keyin mana shu mod orqali biz basketbol o'ynasak bo'lar ekan-a? Basketbol ko'roko. Voy, zur adash. Ana shunga tekkizaman baribir. Aytdim-ku, bo'ldi, tekkizaman, uncha qo'ymayman.
bo'lishlar mumkin. Bizning dunyoyimizda ertalab tushdi. Lekin orqamdagi zombichalar yonib ketmas ekan, qoch. Herobrine. Qani? Da bola, ko'zi qonga Herobrine to'lgan sir. Herobrine hozir meni orqamdan quvalyapti. Mana meni uryapti. Boshimga urdi Tegdi. mana. Menga tegdi, skirt. Herobrine'ni o'ldiraman o'zi vallahi. Ko'rdinglarmi? Agar men xohlasam, vallahi Herobrine'ga ham aylanaman, xuddi ko'rganinglardek. Vallahi agar shu videoga o'sha aytganimdaqa 1000 ta like bersalar, biz sizlar bilan Herobrine hayotini yashaymiz. Bugungi videomiz bo'lsa o'zini qo'yasiz ketdi. Juda ham ko'p video chiqadi, lekin qisqa bo'ladi akalar. Agar videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsalar, ha, ko'rdim deb kommentariyaga yozib ketinglar. Hammalarga xayr bo'lsin. Sizlar bilan men Freshboy va Xoyub G bo'ldi.